Tak, assalomu alaykum. Bugun bizada navbatdagi muolaja jarayoni. Sizda biz 2 seans qildik. 2 seans qildik. Bugun 3-seans. Hozir 3-seansda jarayonini ko'rsatamiz. Hop, buning uchun biza bemorni qo'lini tekshiramiz, test qilamiz, suramiz. Norma tonus degan narsa bor. Bu norma tonus mushaklarda ham kuchayish, ham bo'shash prosesini bor ekanligini anglatadi. Xo'p, bu qo'lni tekshiramiz, suramiz. Bu qo'lda ham bo'shashish va kuchayish jarayonlari kechyapti. Oyoqni tekshiramiz. Tepaga. Yaxshi. Tepaga. Ha. Endi bu oyoq tepaga. Bo'ldi. Tepaga. Bu oyoqda mana bo'shash jarayoni yaxshi davom etmayapti. U degani bu yerda giper holat ketyapti. Lampochkada go'yoki plus bilan plus bo'lib qolganligi kabi jarayon. Bu vaziyat yana shuni anglatadiki, qaysidir bir joyda bo'shashib qolgan mushak bor. Ana o'sha bo'shashib qolgan mushakni o'rniga mana bu mushak прямая мышца бедра deydi, nagruzka bilan ishlayapti. Buni qaysi ekanligini test qilib ko'ramiz. Hop, пояснично-позвоночный tekshiramiz. Tepaga. Yo'q, bu emas. Приводящийni ko'ramiz. Oyoqlarni birlashtiramiz va bu oyoqni bunga qarab itaramiz. Yo'q, bu emas. Hozir bu tomonga o'taman va grushani tekshiramiz. Qo'lni, oyoqni bunday qilamiz. Qayramiz. Mana grushevidniy mышца ishlamayapti va biz darrov buni kompyuterga qo'yamiz. Kompyuterni tekshiramiz, holatini suramiz. Mana qo'l butun organizm totalniy gipotoniyaga keldi. Totalniy gipotoniya degan butun organizm bo'shashdi degan. Mana shu mushakni joyiga keltirmagunimizcha organizm mana shu holatda turadi. Organizmni mana shu holatdan olib chiqadigan bo'lsak, demak mana shu mushak ham o'zini to'g'ri fiziologik holatiga qaytadigan bo'ladi. 1 2 suramiz. Xo'p, bizada hozir muolaja yakunlandi. Hozir muolajadan keyingi holatni tekshirib ko'ramiz. Boya mana bu mushagimiz bo'shashmayotgan edi boshida. Ko'taramiz. To'xtang, qo'yamiz. Tepaga. Mana bo'shashadigan bo'ldi. Endi ishlamayotgan mushagimiz bizada grushevidniy mышца edi. Buni tekshirib ko'ramiz. Suramiz. Mana ishga tushdi. Suramiz. Mana kuch keldi. Demak, qaysidir bir sabablarga ko'ra grushevidniy ishdan chiqqan. Biz ana o'sha sabablarni bartaraf qildik va shu tariqa organizmni mana shu sohasidagi, mana shu bo'g'imdagi biomexanikasi ishlashi tiklanadi va bo'g'im o'zini normal fiziologik jarayonlarida faoliyatini davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni seanslarimiz, bizani qabul qiladigan joylarimiz, bizga muolaja deb yozing va biz siz bilan aloqaga chiqamiz.